YOHOHOdan pul chiqarishimiz. Pul chiqarish tugmasini bosamiz va YOHOHOni belgilaymiz. Xo'p, ko'rsatilgan manzil bo'yicha ariza yaratishimiz kerak ekan. Demak, YOHOHO akkauntimizga kiramiz. Va pul chiqarish bo'yicha ariza kiritamiz. Demak, nalichini belgilaymiz. Andijon Hamkorpay. Bo'ldi. Ana endi Telegramga o'tib, ID'mizni kiritamiz va pul tushirmoqchi bo'lgan kartamizni kirgizamiz. Demak, maxsus to'rttalik kodni so'rayapti bot. Kodni kopirovat qilib, botga yuboramiz. Mana shu bilan tasdiqlash tugmasini bosishimiz bilan 5 daqiqa ichida ko'rsatilgan summa kartamizga kelib tushadi.